Rossiya Federatsiyasidagi Turkmaniston va O'zbekiston fuqarolari uchun hujjatlar bo'yicha xizmatlar taklif etiladi. Bu xizmatlarga Turkmaniston fuqarolariga 1 yillik rabochiy viza olib berish, O'zbekiston fuqarolariga esa trudovoy dogovor hamda uy damleniya kabi hujjatlar rasmiylashtirish kiradi. Xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Germaniyalik Bundeswehrning sobiq generali Roland Katerni 17-sentyabr kuni Berliner Zeitung agentligiga bergan shov-shuvli intervyusida ma'lum qilishicha, Ukraina bundan keyin frontda hech qanday ijobiy natija ko'rsata olmaydi. Boisi Rossiya Pokrovsk yo'nalishiga frontni butunlay yopish, to'g'rirog'i Kiyev armiyasini to'liq yakson qilish uchun yana 100 ming askarlik qo'shin tashladi. Bundan tashqari Rossiya Ukrainadan havoda ham, quruqlikda ham 7 marta ustunlikka ega. Sobiq general Roland Katerni Kiyevga va uni bosh shtabida o'tirgan NATO qo'mondonlariga maslahatiga ko'ra, Ukraina frontda qurbon berishni to'xtatib, imkon qadar tezroq taslim bo'lishi kerak. Aks holda Kiyev o'z armiyasidan butunlay mahrum bo'lishi mumkin. General Roland Katerga ko'ra, Pokrovsk shahriga Rossiyani tayyor turgan 100 ming askari kirib borsa va Kiyev o'zini taslim bo'lganini e'lon qilmasa, bu qo'shin so'zsiz Pokrovskdan keyin Ukrainaning boshqa hududlariga ham o'tadi. Natijada Kiyev Moskvaga yangi hududlarni ham topshirishga majbur bo'ladi. Buni Ukraina uchun halokatli tomoni shundaki, Rossiya qo'lga olgan hududini Kiyevga keyin hech qachon qaytarib bermaydi. Bunga esa oddiy misol sifatida Krimni ko'rsatish mumkin. Bizningcha Germaniyalik sobiq general Roland Katerni aytganlariga Vladimir Zelenskiyni tushungani aniq. Endi Ukrainani frontdagi bir kunlik yo'qotishlariga aloqador xabarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib RIA agentligining bergan axborotiga ko'ra, Ukraina 16-sentyabrdan 17-sentyabrgacha bo'lgan janglarda, aniqrog'i 24 soat ichida barcha frontlarda 1580 nafar askar yo'qotdi. RIAga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari tarkibidagi G'arb bo'linmasi 16-sentyabr kuni Donetsk Xalq Respublikasi hududidagi Lipovaya qishlog'ini egallashga muvaffaq bo'lgan. Bundan tashqari 17-sentyabrgacha 24 soat ichida Rossiya havo mudofaa tizimlari Ukrainani 524 ta dronini va 5 ta Neptun raketasini, shuningdek 6 ta Zdam aviabombasi bilan 2 ta HIMARS raketasini urib tushirgan. Ukrainaning hafta ko'zgusi agentligining xabar berishiga ko'ra esa 17-sentyabr kuni ertalab Ukraina poytaxti Kiyev bilan birgalikda yana 8 ta viloyatda havo trevogasi yangrashni boshlagan. Bundan tushunish mumkinki, Rossiya Ukrainaga o'zini havodan zarbalarni qayta tikladi. To'g'rirog'i yana havodan hujum boshladi. Endi Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiyni Kiyev uchun tayyor bo'lgan xavfsizlik kafolati to'g'risidagi hujjat bilan bog'liq axborotga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Sky News agentligiga bergan intervyusida Zelenskiyni bildirishicha, Ukrainaga tinchlik bitimi imzolangandan keyin xavfsizlik kafolati berish to'g'risidagi hujjat qog'ozda tayyor bo'ldi. Unga ko'ra Kiyevga 26 ta davlat xavfsizlik kafolati berishga rozi va Zelenskiyga ishonilsa, tayyor bo'lgan xavfsizlik kafolatiga ko'ra ushbu yirik loyihaga bosh qo'shgan davlatlar Ukrainaning Rossiya bilan tinchlik shartnomasi tuzilgandan keyin quruqlikda ham, havoda ham va albatta dengizda ham himoya qiladi. Aytgancha, Zelenskiy NATOga a'zo davlatlarni bundan keyin Kiyevga havo mudofaa tizimlari bermaslikka chaqirgan. Vladimirlarning kenjasiga ko'ra, nima emish, Polsha havo chegarasini buzib kirgan Rossiya dronlari Moskvani NATOga yo'llagan birinchi yirik signali edi va endi havo mudofaa tizimlari Ukrainadan ko'ra ko'proq NATO tarkibidagi davlatlarga kerak bo'ladi. Bu gapga esa tushungan tushundi. Shu o'rinda Isroilni G'azoda boshlagan yangi qonli qirg'iniga oid xabarga o'tamiz. Al-Arabiya agentligining Falastin sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib axborot berishicha, 16-sentyabrdan 17-sentyabrgacha bir kun ichida Isroil G'azoda 101 nafar kishini o'ldirdi. Shu bilan Isroil tomonidan G'azoda qirg'in qilingan kishilar soni 64964 nafarga, jarohat olganlar soni esa 165312 nafarga yetgan. Isroilni qonga to'ymas bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa 17-sentyabr kungi o'z bayonotida Isroilni harbiy sanoat borasida mustaqil bo'lishga tayyorgarlik ko'rayotganini bildirgan.
Netanyahuga ko'ra, Isroil G'azodagi operatsiyasi sababli bundan keyin Yevropa tomonidan ham va dunyoni boshqa mamlakatlari tomonidan ham 100% izolyatsiya qilinishi mumkin va bunday paytda G'azoda yurishni davom ettirish uchun Tel Aviv qurol bilan o'zini o'zi ta'minlashi shart. Netanyahuni ushbu chorlovdan tushunish mumkinki, Isroil genotsidni hali beri to'xtatmoqchi emas. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.